Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, Emali Group kompaniyasining aziz muxlislari. Bugun biz Shovot tumanida Xitoy mahallasindamiz, Faxriddinlar uyida. Faxriddinlar toza joy soldilar bu yerda. Kondensatsionniy kotел qo'ydik bu yerda, sal zapasi bilan. Chunki uyimiz hozir 130 kvadrat, bu yerda где-то 30 kvadrat atrofida teplый polimiz ham bor. Ana teplый polni ham o'zimiz yatırdık bu yerda. Bu girish tomonimiz, bu eshikning aylanida ko'na joylari bor, ular ham ulanadi bu kotellar. Hozircha biz mana shu yerga o'rnatdik. Mana girish polimizni teplый pol qildik. Bu yerda kuxnyamiz vitraj bilan, yuqorimiz yog'och bilan bostirilgan. Mana shuni однотрубный sistema qilib, akvaklassik radiatorlari bilan ishladik bu yerda. Mana bu yerda teplый polimiz. Bu yerda dushovой tualet, şöyle kondensatsionniy kotelni qo'ydik. Kondensatsionniy kotelimiz Baymak firmaniki, Tursiyaniki. Hozir уже start berdik. Teplый pollarimizga geldi. Tak, подключениemiz mana shuni kollektorniy sistema qildik. Birinchi etajni alohida, ikkinchi etajni alohida qildik va teplый polni alohida bizlarimiz kollektor yasab. Трехходовой klapan bilan qo'ydik. Bilasizlar nima uchun kerakligini. Teplый polni temperaturasini nazorat qilish uchun teplый polni ikki kontura bo'ldik. Ya'ni dushovoyimiz hozirgi turgan xonamiz alohida ishlaydi va holimiz alohida ishlaydigan bo'ldi. Mana kotelimiz рабочий rejimda, уже testoviy rejimdan o'tdi. Отопление sistemaga suv yorib qo'yibmiz. Gazimizga filtr qo'ydik, reduktor qo'ydik, соответственно, zazemlение bilan как положено o'tirib joyladik. Mana dimoxodlarimiz kondensatsionniy berimizga hozir remontdan keyin o'zini shlankasini qo'yib, kanalizatsiya mahkamlab beramiz. Bu yerda stiralniy mashinka ham turadi. Shu turgan vaqtida tranik bilan mahkamlab o'rnatib beramiz. Mana bu yerdan lestnitsadan chiqamiz ikkinchi etaja. Bu yerda mana trubamiz bor yotir. Ikkinchi etaj uchun alohida tortildi. Bu patologimiz. Mana bu yerda bitta xonamiz. Endi malarka ishlari boshlanadi, xudo xohlasa. O'tkin bo'lib qisib turibdi. 70 gradus berib turibdi radiatorlar. Mana bu yerda yana bitta xonamiz. Qizilgan. Oynalarimiz plastik ramlar bilan ishlangan. Bu yerda kichkina sanuzel planlashtirib o'tdilar. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Ajoyib. Endi malarkani boshlaydilar. Bu yerda ham bitta xonamiz bor. Ikkita turbamizni shurada tushirib qo'ydik. Devorlarimiz gazoblok bo'lgani uchun devorlarni bo'yib o'tirmadik. $233 voltga turibdi. Faxriddin uyida amalga oshirgan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Polностью kollektor, hammasini tekshirdik. Ajoyib, hammasi ishlab turibdi. Faxriddin o'zamina yonimizda o'tiribdi. İşlerimizni nazorat qilib, Faxriddin, ma'qulmi ishlarimiz? Katta rahmat, ajoyib, zo'r. Hammaga maslahat beraman. Shunday, hamma narsasi o'zimda. Keladilar, ustanov ketadilar. Ko'ngildagi ajoyib bo'lib chiqadi. Rahmat katta. Yoqdimi ishimiz, kamchilik yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Sizga katta rahmat. Uylar endi отделка ishlari qarab turibdi. Eson-omon tugatib olib, chiroyli to'ylarni qilib o'tirman shu yerda. Katta rahmat. Hammaga taklif qilib qolamiz. Emali Group kompaniyasi bilasizlar, hozir kondensatsionniy kotel, dukontorniy kotel, ko'mir kotel, endi elektrokotellarni ham qo'yishni boshladik. Katta loyihalarni amalga oshirib turibmiz hozir. Gaza podключение berilmagan domlarda elektrokotellarni o'rnatib turibmiz. Bu bo'yicha ham zaявkalaringizni kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.